Jigar nimaga qarab o'tirsan? Ovni qo'yimdan ko'ra. Qishloq lekin boru sen bilan bugun mazza qilib o'tirib boru bir kun sen bilan shunaqa piknik qilib, shu uyda ham lekin mazza qilib o'tirdik. Da krev toraychi seni ko'vaq qo'yganda mazza qilib o'tirmaganmizga. Da bir kun sen bilan shunaqa nima bo'ladi, mana bunaqa shashkalar o'ynab, shunaqa kolalar ichib qarich, lekin bugun mazza bo'ldi. Da krev unaqa bo'lsa sen ham bora qol, mana ham ishlarim bor ozgina. Shu meni ham ishlarim bor, mana kravatimni olib ketishim kerak va mana bu kola lekin gap yo'q. Mayli, qishloqni qolsa men bora qolay. Mayli, kirib sog'ol. Aytgancha hozir mana bu yerda turib tursin, opmi? Hop. Xo'sh, bo'ldi. Xullas kelam. Quyoshim bor ekan, tashqarida, ichkarida yotaverib, baxshi quyoshni ko'rmay. Aytgancha, hammamga assalomu alaykum o'rtoqlar bilan mana shu Krif va men yangi videolarga xush kelibsiz bo'ldi. Yaxshimisiz, tinchmisizlarmi bo'ldi. Xullas kelam bo'ldi. Men bugun nimasi bo'ladi? Bo'ldi shu qishloqning uyida mazza qilib bo'lib bir kun ba'zi uyushtirib, ya'ni ba'zi emas bo'ldi. Ozgina o'zimizda shunaqa ideya bor edi, ya'ni bo'ldi planimizda bor edi, mazza qilib shunaqa piknik uyushtirish bo'ldi. Lekin juda ham ko'p vaqt bo'lganda mazza qilib o'tirmaganimizga bo'ldi. O'g'im mana pozdagi ishlarimni ham keldi bo'ldi, qo'l bilan qilib tashlaylik sabab bo'ldi. Men so'rab o'tganda bo'yar, lekin bo'ldi yo'ldan ham chiqib ketib hozir men normaligini urishsa kerak. Aytgancha bo'ldi, mer chot bo'ldi kuchayib ketdi, o'zani mer hostagi ko'rsaman juda ham kuchayib ketgan va to'g'ri aytsam gapirishni ko'rsanglar hozir juda ham bo'ldi baqirib borasiz, lekin kibrlanib ketgan bo'ldi o'z ko'rsatmasidagi. Tak, qara mana bularni olamiz va oppa juda ham yaxshi bo'ldi. Tak, mana bularni ham hammasi terib olish kerak bo'ldi. Tak, tez bo'ldi, qaranglar. Nima ishlasini ham oppa bo'lmadi, mayli. Tak, bo'ldi, menimcha hech nima qolmadi. Bo'ldi, mana bularni tashlab yuborish kerak bo'ldi. Kerak emas bular. Bo'ldi, qaranglar. Mana bularni narxini sizlar bilasizlar bo'ldi. Bitta gorillani bo'ldi $1 million ga oldi. Bo'ldi, tasavvur qilasizlar, qancha qatdan shuncha pul desam bo'ldi aytmayapti. Mana buni ham bo'ldi, qaranglar, men tasqara bilan men buni bo'ldi kallasiga qaranglar va bo'ldi mana bu kobra buni bo'ldi $100 ming ga olgan. Qaranglar, bu kobrani bo'ldi ilon bo'ldi, vahshiy yomon chaqadi va mana bu Mercedes bo'ldi. Bo'ldi O'zbekiston Aura bo'ldi, qaranglar, prosta e'tibor berishlar mumkin. O'zbekiston geri bo'ldi. Minecraftda ish bo'ladi. Tak, assalomu alaykum mer. Tushunmadimmi? Nimasan? Meni oldinga unaqa kelyapsan. Eshikni taqillatib, assalomu alaykum mer janoblari deb kelasan. Nima mer, unchalik ham yomon kibrlanib ketdingiz ekan. Men bu pul vahshiy ko'zini ko'rg'ilsiz. Mana bilan shundan ko'ra qaytmani jigar deyman, tushundingizmi? Sen deb bo'lmishda qatdan jigar deyman. Yo'qolgan mer ko'rdilar bo'ldi. Shunday kibrlanib ketgan bo'ldi, vahshiy o'zidan ketgan, o'zida qo'shilib mumkin bo'ldi. Bo'ldi, mana bunda bitta o'tirg'izardim-ku, mayli bo'ldi, mana nimasi qolmadi, shuncha tashlab o'ray bo'ldi. Meni uyni oldiga tashlaylik keldi bo'ldi bizga baribir. Mana bu yerga qo'yib ketaman bo'ldi. Tushunmadim bo'ldi, mana uyimni orqasi cho'tib bugun boshqachami bo'ldi, mana bu yerdagi stop derazalar qani? Tushunmadim bo'ldi, stop ichkari kirilchi bo'ldi. Bo'ldi, tushunmadim, mana bo'ldi. Buni menga hazil qilishyapti. Nima bo'ldi? Uyim ichiga ochiqmi bo'ldi? Cho'tib men yopib ketgandim bo'ldi. Tushunmadim bo'ldi. Bu yerda yana qanaqadir eshik bo'ldi. Stopana bir yoz bo'ldi, kravatni olib berib qo'yadi. Tushunmadim bo'ldi. Bu yerda qishlog'i, nima deysan? Uyimda qanaqadir ish paydo qolibdi. Qanaqa eshik? Yur, o'zing ko'rsan, o'zingga ko'rsataman. Yur. Ko'rsatchi, o'zim yura olardim. Yurmasang bo'laveradi. Qishloqqa qara, qishloqqa o'ppana qilamiz-da. Qara. Oppa, qishloq mana bunga qarasana. Rostdan ham qatdan kelib qoldi bu. Bilmadim, qara, mana bu yerda qanaqadir signalizatsiya. Tushunmadimmi? O'chir mana buni. Signalizatsiya ekan bu. Tushunmadim, qatdan kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bilmadim, qishloqqa tushib ko'ramizmi? Cho'ta bitta narsa borga o'xshabdi. Tushib ko'r davay. Sanchi? Men qo'rqaman. Bo'pti, o'zim tushib ko'raman. Davay, boshla unda. Polis tushmadi, bu yerda yana qanaqa narsa bo'ldi? Bo'ldi, vahshiy tushmadimi? Tak, bo'ldi, mana buni qo'yamiz-da, mana buni kirkanama qo'yish kerak bo'ladi. Har ehtimolga qarshi telefonni uramiz va qilichimizni olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu yerda har biri bo'lishi mumkin. Tak, buni bo'ldi, qo'limga sal yaqinroq qo'yaman. Tak, bo'ldi, qani eshikni ochaylikchi bo'ldi. Tak, o'ppana qilamiz. Va bo'ldi, bu yerda yana qanaqadir tushmadimi? Bo'ldi, palakat suv bor ekan hali ham. Bo'ldi. Yana qanaqa joy bo'ldi? Tushunmadim mana. Tushunmadim bo'ldi, bu yerga yana qanaqa narsa bu? Bo'ldi, penga villami?
Stop bo'lib, menimcha mana bu yerda qanaqadir baland uxlayib yotibdi. Bo'ldi, kravatni rangi gap yo'qligini, uy bo'lib yursa almazli mashina bor ekan, bo'ldi tasavvur qilasizlarmi? Almazli mashina bo'ldi, bu juda ham qimmat turadi va mana bu yerda qanaqadir bo'ldi bular menimcha da bo'ldi qaraylik nima so'radi, tushman bo'ldi bu monoblokmi? Ya'ni bo'ldi monoblok degani case bo'lmaydi bo'ldi. Stop bo'ldi bu shunda bo'ldi stop. Hozir buni gapirtirish kerak. Bo'ldi qaraylik mana bu yerda esa bo'ldi sandiqning kattaligiga bo'ldi almazda uxladi garochi bo'ldi almaz janiki hammasi endi bo'ldi hammasini qo'yamiz 3 ava bo'ldi 4 sak chiqadi. Men yoki boshqa ham bo'lishi mumkin. Ko'p ekan bo'ldi. Shuni hammasini qo'yib bo'ldi uxladi garochi. Tak bo'ldi mana biroz qattinga qo'ygan bo'lishi mumkin. Davayt bo'ldi hozir qana bo'lib bu yerda yana qanaqa narsa bor ekan o'zlay ko'rsam va buni o'zim olib chiqib bo'ldi so'roq qilishimga kerak bo'ldi. Sababi bizdan ruxsatsiz uyimizni tagiga o'tdi. Tak bu yerda yana qanday so'roqlar bo'ldi. Mana bu yerda esa bo'ldi stop. Men bu narsani bilaman bo'ldi. Stop agar bo'ldi sezgan bo'lsanglar uyimda ham shunaqa narsa bor edi. Mana bu yerda mashina lekin bo'ldi qulf ekan. Mana qaranglar bo'ldi. Hop buni qilasa, qarab chumani qanaqasiga paydo bo'lib qolding? Bu narsa shunaqa ishlaydi. Menda ham ishlaydimi? Bilmam, sinab ko'r, qara, mana bu pastda cho'ti bitta bratan bor ekan, rostdan. O'zing ko'rsan, yur. Kirib, yur, balo o'ylab qo'yib uxlab o'tib, paragat. Mana qara, mana uxlab o'tib deb qara, sen qatga qarayapsan, mana qara, hammasi cho't yugurdimi? Rostdan ham chumman seni uyingning pastiga qanaqa kelib qoldi bu? Bilmadim, bratan turasizmi? Millioner o'xshabdi. Davay bitta azoblaymiz oldingidek. Bilasanmi, o'zi bitta millioner azoblab qo'yib yuborgandi. Lekin qishloqni to'g'raytasan. Davay unda qo'shni hozir o'zim ko'tarib olib chiqaman, davay. Davay olib. Bo'ldi, xullas kerak, hozir men tashqariga olib chiqaman va buni bo'lib so'roq qilamiz hozir. Turga qallaysan, bo'ldi endi sen buni ko'tarish kerak ekan. Tuxum kalla, men senga aytyapman deb boru. Bu yerga nima kelib bo'lganini aytsam, bo'ldi, men seni boshqa qiynash niyatim yo'q. Shunda shuni ayta olmayman-da, agarda aytsam boshliq oldiradi. Boshlig'ing kim? Yo'qni ham ayta olmayman. Hozir mana bunda o'zi yomon qishloq ekan, mana buni boshimga hozir mana bu bas bo'ladi, umuman majbur qilyapti-da. Meni ham kirib o'zim boshi, bo'ldi, iltimos bosmaylar faqat aytaman. Davay aytasanmi? Yo'q, aytmayman. Bori vafshi o'zidan ketdingmi-san? Nima, o'z bosaman ekan. Bo'ldi, biratana bo'ldi. Hammasi aytaman. Albattami, aniq aytsam, lekin hozir qat'iy qilib o'ramiz seni. Bo'ldi, aytaman. Xudosi karom, men merni ishlaman. Nima deding? Merni ishlaman. Normal gapir. Merni ishlaman. Ishlaman nima u? Ishchiman dedi. O'zidan tilamalama qoldi. Xo'sh, merni cho'cha ekansan. Qarashda merni menimcha merga ishlaysan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Stop. Merga ishlaysan. Nima, shunda shu yerga qanaqa qurib olding buni? Merni o'zi ruxsat berdi. Mayli shitga qura qol deb. Nima, mer bo'ldi. Agarda sizga bo'lsa, mer bo'yab o'zlarim ko'rdilar bo'ldi, juda ham boyib ketgandi bo'ldi. Demak bo'ldi o'ziga ishlar o'rgan ekan va shu yerga ulardan bir ishchilardan biriga qildirib olgan ekan. Demaysan, nima yaqin ishchilar. Nima bo'la? Nima deyapman? Bo'la g'ashi. To'xtanglar, hozir bitta bo'lib gapirib olaylik-da. Gapirish o'rganib olaylik. Bo'ldi, nima bo'lib ketyapti menga? Chunman ko'p vaqtdan beri video olmagandim bo'la o'shanga menimcha. Demak, xo'sh, merni ishga boshlang. Nima uchun aynan senga bu yerga qurishga ruxsat berdi? Sababi o'ng qo'liman. O'ng qo'li. Demak, merni bu narsada ham ishi bor. Nima? Shunda Krishni uyini tepasiga yoki nima pastiga qur deydimi? O'zi shunaqa dedi. Mer vafshi bo'ldi, qishloqi mer o'zidan ketyapti, lekin bo'ldi, qarash, mer bilan o'zing gaplash, mana bilan o'zim cho'tga gaplashaman. Endi qo'yib yubormaysizlarmi? Yo'q, vafshi qo'yib yubormaymiz, aldegandek bo'ldi. Tasavvur qilasizlarmi? Bo'ldi, prosta bizani bo'ldi, mer har doim sotib yurgan ekan bo'ldi. Sababi o'zi qo'shilishi mumkin, shunaqa ishchilar bilan balkim bo'ldi bu ishchi meni o'ldirishi mumkin, to'g'rimi bo'ldi? Va mana bu menimcha mana bu gorilla $1 million mana bular juda qimmat, mana bu $100,000 bo'ldi, juda ham qimmat narsalarni ham menimcha u bo'ldi osonlik bilan olmagan. Demak bo'ldi, hozir merni jazolash vaqti keldi bo'ldi. Nima qilsak bo'ladi merga bo'ldi, sekin bo'ldi hozir. Mer ana o'tirib bo'ldi, tak. O'yla bo'ldi, prosta o'g'irlab ketamiz bo'ldi, tak bo'ldi sekin. O'z orqasidan bo'ldi sekin o'zimizga kirib olamiz. Tak bo'lib sekin. Tushmanmi, kim bu? Sen
tog'angman, men sen tog'angman bu yoqqa. Chumani kim? Bo'lisiga yur. Chumani qilib nima bo'lsa mana qo'yib yuboraman, hozir politsiya qo'ng'iroq qilaman. Politsiya telefon bo'lsa qo'ng'iroq qilasan-da. Ustib telefon qani? Qopga kandi boshqa nima bo'lar? Sen o'z kallang yo'q, bu yoqqa yurchi qani? Chumani nima qilasiz? Nima qilmoqchisan mana? Hozir ko'rasan, o'zingni baqirmay tur, tak oppa qo'yaveramiz. Mer, mani sen nima qilmoqchi eding o'zingcha? Mani men qanaqa men senga ish qilmagandim. Qilmagan yana ishchilar nima o'z ishlarini meni uyim tagiga o'zicha ruxsat berib, yo'q, kirib men senga ish qilmagandim lekin yo'q, o'zim emas, sen menga aytmayapsan, boru. Cho'tib bir bola qilib azoblaymi, nima deysan? Tushunmading, men nima qilmoqchiman mana? O'zing bilan ul bo'lasan hozir. Va oppa, triyoqqa bo'ldi, tamom, mer tamom bo'ldi. Voy, mer haqida boshqa gapirmaymiz bo'lar. O'zicha bo'lib meni o'ldirmoqchi bo'ladi deb bular. Mayli bo'lar. Xudosh qilam, o'zi qo'shilam. Kim mana bular mer bizani o'zi eshitsa orqali o'ldirmoqchi bo'lgan ekan. Ya'ni bular bizani uyimizga tagiga olib qo'ygan bo'lib va balkim kim bilsin bo'lar, ular nasburada o'g'irlangan xazina bo'lishi mumkin edi va meni bular sudga berib borishi mumkin edi bo'lar. Bo'lar, lekin juda ham merdan bu ishlarni kutmagandim, bo'lar. Mana bu cho'tib bo'lar, mana bu yerda nima qilishyapti bilmadim, hozir ko'ramiz bo'lar. Tushunmadim, qishloqqa nima qilyapsan? Mazza qilyapman, boru. Nima bo'ldi, o'g'iltoy? Eshitma, sen buni o'ldirib qo'yasan hozir. Undan ko'ra poliga olovni ustiga tushib oldi, jinni. Bo'l, tamom. Bu yoqqa yursan, вообще bu tamom bo'ldi. Qishloqqa tortaysam, mayli, mana bir yo'q. Tak mana bu qo'yizani. Mana qishloq undan sog' bo'lay. Avval salom sog' bo'lay, mana o'zingga dam olay mana. Bo'ldi, bechora, bo'ldi, yom ketyapti bechora, bo'ldi, kotlet tayyorlaymiz endi undan. Mayli bo'ldi. Hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan yana mana shu klip bo'ldi, albatta bo'ldi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'ldi, bugungi videoda o'zlar ko'rishlar mumkin nima bo'lganini. Bo'ldi, mayli, charchamaylar. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.